Qizlar, keling ochiqchasiga gaplashamiz. Agar hech bo'lmaganda bir marta nega hayzim kechikyapti, bu normalmi, nega og'riyapti deb Google'ga qidiruv bergan bo'lsangiz, unda siz yolg'iz emassiz. Ko'pchilik qizlarda sikl haqida savol bo'ladi, lekin ular so'ramaydi va jim yuradi. Hammada shunday bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Yo'q, hammada bunaqa emas. Shuning uchun siz yolg'iz xavotirda qolib ketmasligingiz uchun biz Nova platformasida O'zbekistondagi birinchi onlayn kurslar marketplace'ida ayol sikli haqida bepul darsni joyladik. Mening ismim Sarvinoz Rahmanova. Men akusher-ginekologman. Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkentdagi Xalqaro Westminster universiteti bitiruvchisi. Bepul darsda men norma nima va qaysi belgilar e'tibor talab qilishini aytib o'tganman. Agar bepul darsga havola olishni istasangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring. Men sizga linkni yuboraman.